sotib olmanglar buni. Ha, ishlatish kerak-da. Ha, bunaqa bor, qaranglar-da mana, ko'p narsa olganmiz. Endi mana bunaqa shirinligimiz ham bor. Kartoshkasi, piyozi, go'shti chiqaraver, tovug'i, nima qo'rqosan. Ha, bu ham kerak mana. Ha, chunki ovqat yegandan keyin shirinlik ham bor, mana go'sht ham bor, sariyog' ham bor, idish tovoq yuvadiganimiz ham bor. Ha, bankaga, ovqatga hammasi bor. Yog'imiz ham bor, zuyishonkamiz ham bor. Guruchimiz endi pochchamlarga, bolalarga osh qilib berasizlar. Ha, un ham bor, non yopaman, shakarimiz 2 kilodan. Tak, bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lsa, novot qo'shib choy beraman, kelsangiz. Ha. Tushonkamiz ham bor, choyimiz ham bor, grechkamiz ham bor. Yana nima bor? Ha, mana oshimiz ham bor, qaranglar. Bu osh ajoyib osh, qaranglar mana. Bizda hozir shunaqa ekstremniy bo'lib qoldi. Sabo idish olmagan ekanmiz. Qaranglar mana. Nonni ichini yorib, ichiga osh solib berishdi. Ha, tovuq ham berdik. Hech pul? Bir kun ishlab 200 ming. Sizlar yarim kun ishladinglar, rozimisizlar? Xo'p, bu kun bir kun 250 ming yarimi qancha bo'ladi?